Assalomu alaykum qadrli sport kanali fitness sirlari ko'rsatuvini muxlislari. Bugun biz uy sharoitida bo'ladigan mashqimizni sizga ko'rsatamiz. Buni men Isroil Polvonov bodybuilding bo'yicha jahon vitse-chempioni va meni yordamchim Abdullo ko'rsatib beramiz. Tayyor bo'lsangiz, biz bilan energiyani boshladik. Yurak qon tomir sistemamizni qizdirib olgandan keyin chigal yozli mashqlarga o'tamiz. Yurak qon tomir sistemamizni uyda agar sharoit bo'lsa, hovlida ozgina yurib yoki yengil yugurib yoki turgan joyingizda yugurib, arg'imchoq bilan sakrab ozgina qizdirib olasizda, keyin chigal yozli mashqlarni bajaramiz. Qani boshladik. Birinchi bo'yin. Boshdan oyoq chigal yozli mashqini bajaramiz. Chigal yozli mashqimiz jarohatlardan saqlaydi va 25% mashg'ulotning samaradorligini oshiradi. Keyingi payt ko'pchilik ishxonada, kompyuterda ishlagani uchun ayniqsa orqa mushaklari, bel mushaklari qotib qolib, har xil muammolar kelib chiqmasligi uchun mana shunaqa chigal yozli mashqlarni ish orasida kun davomida 1-2 marta bajarib olsangiz bo'ladi. Bir necha marotaba qaytaramiz har tomonga. Uzog'i 5-10 minut vaqtingizni oladi xolos. Lekin kechgacha mushaklaringiz yaxshi tonusda saqlanib qoladi. Yon tomonga ham ko'tarsa bo'ladi. Buni 10-15 martadan bajaramiz har tomonga. Qon aylanishini va jarohat olishni oldini olib, mashg'ulotga tayyor bo'ldik. Mana endi bugun qanot uchun, orqa mushaklarim uchun mashg'ulotlarni bajaramiz. Bu mashg'ulotlarni nafaqat zalda, balki uy sharoitida yoki bir haligi ta'til sharoitida ham bajarsangiz bo'ladi. Agarda gantel olib olishga imkoningiz bo'lmasa, tasmalar bilan bajarsa bo'ladi, cho'zma tasmalar bilan. Buni keyinchalik ko'rsatib olib o'tamiz. Demak, qanot uchun birinchi mashqimiz ketdik. Agarda buni har xil usulda bajarsangiz, orqa mushaklarni
har bir nimasiga har xil ta'sir qiladi. Bu birinchi usul, mana bu ikkinchi usul. Bu ko'proq tepa qismiga. Bu mashqda ko'targanda nafas chiqaramiz. Tushirganda nafas olamiz, ko'targanda chiqaramiz. Yondashuvlarning orasida 2 daqiqa dam olib, nafas rostlab, yana boshlaymiz. Yangi boshlaganlar bir yondashuvda 10-15 marta bajarsangiz yetadi. Asta-sekin yondashuvlarni har hafta qo'shib boramiz. Mushaklaringiz va badaningiz chiniqqan sari. Darrov boshlanishida 3 yondashuvga o'tishni keragi yo'q. Tushirganda nafas olib, tortganda nafas chiqaramiz. Va 1-2 daqiqa nafasni rostlab dam olib olamiz. Navbatdagi qanot uchun ikkinchi mashq har tomonga alohida bajaramiz. Gantel yordamida yoki cho'zma tasma yordamida bajaramiz. Tushirganda nafas olib, ko'targanda nafas chiqaramiz. Oyoq egib, qo'lni ozgina egib, belni tekis ushlagan holda keyinchalik buni o'tamiz haligi uskunalarda bajarishga. Hozir uy sharoitida mana shunaqa tayanib ishlash qulay. Almashtiramiz ikkinchi tomonga. Orada 1-2 daqiqa dam olib, qon tomir yuraklarimizni moslashtirib, nafasimizni rostlab, keyin ikkinchi, uchinchi yondashuvga o'tsak bo'ladi. Demak, mana bu mushaklarimizni orqaning yon mushaklarini ishga tushiramiz. Yaxshilab cho'zib tushirganda, ko'targanda qotirib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz, ko'targanda nafas chiqaramiz. Belni tekis ushlab. Demak, navbatdagi mashqimiz orqa mushaklari uchun. Bu yerda oyoqlarimizning orqasi ham ishga tushadi. Buni deadlift deydi inglizchasiga.
bel, oyoq, kurak mushaklari, qo'l, hamma yoq ishga tushadi. Orada 1-2 daqiqa dam olib, nafasimizni rostlab, keyin ikkinchi yondashuv, uchinchi yondashuvga o'tsak bo'ladi. Oyoqlar bir-biriga parallel holda qo'yiladi, keng qo'yilmaydi bu yerda. Tizani ozgina bukiladi, xuddi haligi uyda chiroq o'chirasiz-ku, tiq qitib. Mana, tiq qitib chiroq o'chirdingiz bo'ldi, mana shu holat. Qattiq bukilmaydi tizani. Ko'pchilik ko'p mashqlarni mana shu holatda bajariladi aslida. Bellarni tekis ushlab, ko'targanda bel va oyoq mushaklarini qotiramiz. Ayniqsa belni pasti va oyoqning orqasi. Qanot bilan birga qo'lni oldi mushaklari bir xil ishlaydi, chunki hammasi tortuvchi mushaklarga kiradi. Qanotdan keyin bitsepsga ishlasak bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Boshladik demak. Ko'targanda nafas chiqaramiz, qo'lni qotiramiz. Qo'l aylantirib, nafas chiqarib, qo'lni qotiramiz. Buni ham 10 qaytaruv, asta-sekin 2 hafta, 3 haftadan keyin 12 ta 15 taga chiqaramiz. Boshlanishida yangi boshlaganlar bitta yondashuvda 10 marta, 10 marta, 15 marta bajarasizda, asta-sekin 2 hafta, 3 haftada qo'shib borasiz. Boshlanishida 8-10 marta, keyin 10-12 marta, 3-4 haftalarda 12-15 marta. Asli olganda har bir siklni 1 oy bajarsangiz bo'ladi. 1 oy 8 tadan. Kuchingizni ko'paytirgandan keyin yana 1 oy 10 tadan, keyingi oy 12 tadan va 4-oy 15 tadan. Keyin yana siklni qaytaramiz 8 tadan. O'shanda kuchingiz ko'paygan bo'ladi, kattaroq vazn bilan ishlaydigan bo'lasiz. Ham mushaklaringiz yaxshi rivojlanadi. Bir xilda ishlamasdan. Konsentratsiya bilan qo'lni yaxshilab ko'targanni qotirib, tushirganda tashlamasdan asta-sekin yuklama bilan birga tushiramiz. Nafaqat ko'targanda ishlaydi, balki tushirganda ham mushaklarimiz ishlaydi. Ikki tomonlama. O'shanda yaxshi rivojlanadi. Keyingi mashqimiz bitsepsga konsentratsiyalangan ko'tarish. Ko'targanda ham, tushirganda ham bir xilda yuklama olgani uchun buni konsentratsiyalangan mashq deb ataladi. Mana bunaqa usullarda bajarsangiz bo'ladi. Sharoitingiz nimaga to'g'ri kelsa, shunaqa usulda bajarasiz. O'nta 15 ta bitta qo'lga, keyin ikkinchisiga orada 1-2 daqiqa dam olamiz. Aslida buni oyoq uzunlab ma'no qilib bajarish kerak.
Lekin menga mana bu usul qulay. Va yondashuvlar orasida 1-2 daqiqa dam olamiz. Mani mushaklarim Abdullohnikiga qaraganda ancha hozir susaygan, chunki yoshim 54 da. Lekin harakat bor. Shu yoshda ham yaxshi formani ushlab turishga. Yosh kattalar bo'lsa, albatta siz ham harakat qiling. Mashqlar sizning qand miqdoringizni tushiradi. Hujayralarningizni glyukozaga bo'lgan tanqisligini oshiradi. Mushaklaringizni gipertrofiyadan saqlab qoladi. Yurak, qon tomir tizimingizni kuchaytiradi. Umringizni uzaytiradi. Keyingi yakuniy bugungi mashqimiz qo'l mushaklari uchun bolg'a deb ataladi. Molot hammer deydi inglizchasiga. Ketdik. Brachialis mushaklarini va bilak mushaklarini tepasiga. Brachialis biceps bilan triceps orasidagi mushak. Kengaytira olsangiz, qo'lingizni 3-4 sm ga katta qilib ko'rsatadi. Qo'lni chiroyli qilib turadigan mushak. Hozir bu menda ko'rinmaydi, lekin mana Abdullohning yog'i kam bo'lgani uchun mana shu mushak ko'rinib turibdi hozir. Brachialis. Mana shu brachialis bo'ladi. Triceps bilan biceps orasidagi mushak qo'lni chiroyli qilib turadigan va 3-4 sm ga kengaytiradigan mushak mana shu brachialis bo'ladi. Ko'pchilik shunga e'tibor berishmaydi. Bu muhim mashq. Ko'targanda nafas chiqaramiz, tushirganda nafasni olamiz. To'g'ri nafas olish juda ham muhim. Va orada 1-2 daqiqa dam olib, keyingi yondashuvga o'tishimiz mumkin. Qadrli do'stlar, mana bugungi mashg'ulotimiz ham yakunlandi. Keyingi safar sport kanalida fitness sirlari ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr, biz bilan birga bo'ling va Abdullohga va mana shu bizga tasvirga tushirishga yordam bergan Profit Uz fitness maskaniga katta minnatdorchilik bildirib qolamiz.